Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, sizlar bilan yana Display Community. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan o'z dasturimizni front-end qismini, layout qismini yasashda davom ettiramiz. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan bu yerga asosiy ekranimizga ma'lumotlar qo'shishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Fayzimiz bersin. Xo'p, birinchi bo'lib biz demak, bu ekranimizga qayerdan birorta ma'lumotlar qo'shilishini ko'rib chiqishimiz kerak. Bu yerga o'tgan darsda aytib o'tdik. Demak, mana bu plus orqali biz xonalar qo'shamiz. Ya'ni har bitta dasturimizga alohida xonalarni, alohida dasturlarni qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Va buni pastida bizda plus belgisi bor. Bu plus belgisi orqali biz mana shu xonamizga narsa qo'shamiz. Xonamizga o'sha ekranimizdagi qaysi ma'lumot bo'lsa, shu ma'lumot xonamizga ma'lumot qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, birinchisi bugun qo'shadigan narsamiz konteyner hisoblanadi. Xo'p, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, har xil ma'lumotlar bor, har xil funksiyalarni qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Lekin bugungi o'tadigan mavzuyimiz bizda konteyner. Ezib olamiz. Demak, konteyner nima deydigan bo'lsangiz, konteyner bu bizim ma'lumotlarimizni bitta joyda saqlaydigan bitta funksiya hisoblanadi. U funksiyadan biz masalan eng zo'r tarafi, foydalanish mumkin bo'lgan eng zo'r tarafi masalan o'tgan darsda o'tdik visibility, ya'ni bizga ekranimizga mana shu narsa ko'rinishi kerak degan narsani o'tgan edik. Masalan, aytaylik, biz ekranimizda ham ba'zi bir joylarini faqatgina Ozodbekka yoki faqatgina Anvarga ko'rsatish kerak bo'lsa, xuddi shu narsadan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Agar bizda bir nechta funksiya bo'lsa, masalan 5-6 ta knopka bo'ladigan bo'lsa yoki 5-6 ta ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, har bittasini biz optionsga kirib visibility ni o'chirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Lekin agar biz konteynerdan foydalanadigan bo'lsak, konteyner orqali biz hammasini konteynerning ichiga solamizda, faqatgina konteynerni nima qilib qo'yamiz? Ko'rinmaydigan qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Keyin barcha ma'lumotlar faqatgina bizga yoki Anvarga ko'rinishi mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib biz konteynerdagi ma'lumotlar bilan tanishadigan bo'lsak, mana general qismi, umumiy qismi, full, layout, ya'ni bu ma'lumotlarimiz qanday ko'rinishda turadi? Full, hamma ichidagi hamma narsa full bo'lib turadi, bitta narsa bo'lib turadi. 1 degani ikkita narsa qo'shsak bo'ladi, 1-2, 1-3, 1-4, bular hammasi qanday ko'rinishi bo'yicha ichiga kiradigan ma'lumotlarni tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Va bizda background bor. Va qolaversa, konteynerning yana bitta afzal tarafi, konteynerning ichiga kirgan ma'lumotlarni biz har xil rangga yoki har xil narsalar bilan alohida ajratib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, bizda bor card, ya'ni bizda ma'lumotlarimiz bir xil ketmaydi-da. Keldi, birinchi birorta ma'lumot qo'shib ko'rsataman sizlarga. Xo'p, birinchi qo'shadigan ma'lumotimiz, masalan, ichiga kiramizda simple title qo'shamiz, ya'ni bitta sarlavha qo'shamiz. Sarlavha qo'shdik. Bu random birorta ma'lumot, titleda hali ko'rib chiqamiz. Biz hozir konteynerni ko'ryapmiz. Shuning uchun birinchisi masalan background card. Card bo'lsa, manaqa bizga alohida qilib ekrandagi splashnoy ekrandagi ma'lumotlardan ajratib ko'rsatib beradi kartochka sifatida. Keyingisi bizda aksent. Aksent degani bu bizni tanlagan rangimizni orqa fon qilib ko'rsatib turadi. Orqa fonida biz tanlagan rangimiz ko'rinib turadi. Va bizda dark bor. Dark degani xuddi o'sha tanlagan rangimizni to'q rangi hisoblanadi. Xo'p, keyingisi bizda demak highlight. Highlight bor. Bu highlight hozirda ko'rinmayapti, lekin agar sizda ko'pgina ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, konteynerning ichida, konteynerda ichidagi ma'lumotlarni alohida highlight qilib beradi, ya'ni belgilab ko'rsatib turadi. Va bizda keyingisi image bor. Image degani birorta rasmni shu konteynerning orqasiga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Masalan, birorta rasm olib kelaylik-da hozir. Mana bu yerdan plus belgisini yozamiz va to-do list deb yozamiz. Masalan, yozdik. Yozib turib, masalan, mana bu rasmni olib kelib orqasiga qo'yib qo'ymoqchimiz. Xo'p, bunga kiramizda
qo'ymishkani yozadigan bo'lsak, hop, kopировать kartinka degan narsa chiqadi va qaytib turib mana bu yerga biz nima qilamiz? Qo'yamiz. Bizda faqatgina URL, ya'ni linklar orqali ish bergan. Keling, buni nima qilamiz? Linkini olamiz. Kopировать URL qilamiz. Hop, qildik. Endi bu yerga qo'yib olamiz. Qilamiz. Hop. Hozir ko'rinishi kerak bo'ladi. Mana orqamizda. Mana ko'rib turganingizdek, hozir tanlagan rasmimiz bu ma'lumotimizda orqasida ko'rinib turadi. Hop, background effect degan narsa bor ekan, darken, ya'ni qoraytirish yoki lightning. Oddiy oqartirish orqadagi rangda, rasmda. Hop, with blur degani, ya'ni orqasidagi rasm xiralashadi. Xuddi shu narsa orqali biz oldidagi ma'lumotni yaxshiroq ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Hop, demak, bugungi darsimiz shular edi. Keyingi darslarimizda sizlar bilan title, ya'ni sarlavhani qanday ko'rinishi va uning vazifalarini ko'rib chiqamiz.